Qahvani shirinlik bilan birga iste'mol qilish ko'pchilikka tanish bo'lgan odatdir, to'g'rimi? Bu esa ortiqcha kaloriyalar, qondagi shakar miqdorining keskin o'zgarishi va aybdorlik hissiga olib keladi. Parhez va buzilishlar muvozanatini qanday topish mumkin degan savolga javob topishni istaysizmi? 3D Slim Program Coffee sizning ishonchli yordamchingiz. Siz sevib ichadigan tetiklashtiruvchi qahva hisoblanadi. Endi esa ozg'inlik ta'mi bilan siz shunchaki xushbo'y qahvadan bahramand bo'lasiz. U esa tanangizga yengillik sari tezroq harakat qilishga yordam beradi. Hech qanday och qolishlarsiz va murakkab rejimlarsiz, diyetalarsiz orzuyingizdagi qomatga erishish uchun kompleks tarkib. Ichida kimyoviy moddalar emas, balki tabiiy komponentlar mavjud. Kofein tetiklik bag'ishlaydi va metabolizmni tezlashtirishga yordam beradi. Karoluma fimbriada ochlik hissini kamaytirishga yordam beradi va orzuyingizdagi qomatga tezroq erishishingizga ko'maklashadi. Jimnima ratsioningizni stresssiz nazorat qilishga yordam beradi. Tut ham bor buning tarkibida. U uglevodlarning o'zlashtirilishini sekinlashtirishga yordam beradi va yengillik hissini beradi. Xullas, bir so'z bilan aytganda, 3D Slim Coffee qulay, mazali, oddiy va samarali. Dastavka barcha shahar va mamlakatlarga bor. Bemalol zakaz uchun o'zimga murojaat qilsanglar bo'ladi. Hozir o'zim ham uni tayyorlab ichib ko'raman. Demak, har doimgidek qaynoq suvga kofeni qo'shamiz. Ayniqsa kofe sevuvchilar uchun bu juda ham zo'r. Korobkani ichida 20 ta bo'ladi. Kuniga bir martadan ichishga bir korobka bemalol 20 kunga yetadi o'rtoqlar, 3 haftalik. Mana kofemiz tayyor. Bu endi shunchaki kofe emas, balki foydali kofe hisoblanadi. Sizning go'zal qomatingiz uchun. Kofe har doim ichadigan kofelarimiz, ayniqsa bu meni klientlarimga zo'r. Kofesiz yashay olmaydiganlarga zo'r.